Yana jarabsiz bilan tushdi endi. Aha. To'g'ri, okey. Nima ejalamanibdi siz? Ro'zi polvonni ko'ribdi bola. Ro'zi polvonni ko'rmadingizmi deydi. Kim u naqo'y desam, Mahmudning ishini qo'ttovdi deb holi bor deydi. Yibat frikalist. Gaplashgan, o'tkazib yuborma. Hop keyinchi. Sizda shu siz shunda holli qo'tadi deysiz, to'g'rimi? Yo'q, nima, bolalar aytib shunaqada. Yo'q. Ha. Deba biz yosh bolamiz tushunmaymiz, so'rami? Tipa o'zingizdan to'qayapsizmi, bolalar aytayaptimi? Okey, realni bor. Zor lekin. O'zingizga olmang, okey. Bitta gap bor, Toshkentni o'ziga olgan. Mana shu bola Toshkentlik emas. Toshkentlik emassiz, o'jalar. Siz qayerdan bilasiz bo'pti, okey? Toshkentlik emassiz u. Sport o'ynaymizmi? Bitta Toshkentlik bola bilan o'tiribman degan, jalab. Mana shu yerda 3 ta toshkentlik bola bilan turibman. 3 ta radardan o'ta olmadingiz. 3 ta radardan? Radarmisiz sizlar? Radarmisizlar? 3 ta radardan o'ta olmadingiz hozir, shunaqami? Radarmisizlar deyapman. Radarmisizlar? Bir so'zda qancha ma'no, qancha mazmun. Bir so'zni o'zi hamma narsani ochib qo'ydi. Radarmisizlar? Nima siz? Qayerdan Toshkentdan, bu qayerdan? Qayerdan Toshkentni? Qo'ysizmi? Men ham Toshkentlik emasman. Shundan gapiring, bo'ldi, gapni cho'zmang. Nima ekan? Nima siz unda radar bo'lmasangiz? Po'nyal. Xo'p, qayerdansiz Toshkentni? Qiziq, men okey Toshkentdanman, bo'ldi. Yana ko'proq gapiringchi, men o'sha bitta ikkita so'zdan keyin ma'lum bo'ladi. Gapirish O'yla gap qilyapti. Nima ekan? Kredit oling. Gapirish pul turadi-da, xohlasangiz kredit oling. Tushunarli.